Yuzingizda nima muammolar bor edi? Qanday ketdi? Yuzimda dog'larim bor edi. Qani o'sha dog'laringiz hozir yo'q? Dog'larim o'sha mohi maskalaridan, ajinga qarshi maskalarni ishlatdim, o'shandan yo'q bo'ldi. Hozir qancha paytda yo'qoldi? Necha yillik dog' edi? U ancha yillik dog' edi. Xonadonlikda dog' tushgandi. Undan oldin ham bor dog'larim. O'shalarni ishlatdim, esib ishlatdim, kollagen ishlatdim. Mana hech qanday kosmetologga bormadingiz, kosmetologik muolajalar olmadingiz, uy sharoitida dog'ingiz ketkazib qoldingiz. Shunday. Ajinlarim juda ko'p edi. Yuzimda yonboshi, ko'zim atroflari juda ko'p edi. Hozir tortildi. Yuzlarim osib turardi, hozir tortildi. Siz jon deb ko'rsatardi, endi rozi bo'lmadingiz. Uydagilar qo'ymaydi dedingiz, shuning uchun mayli. Natijalarimizdan xursandmiz. Dog' qancha paytda ketdi? 2 oyda dog'im. 2 oyda dog'ingiz ketdi. Mohi maskalaridan kremlar. Qora edi yuzlarim, mana juda qora edi. 2 oyda dog'im ochardi. Hamma xursand. Dog'laringiz ketibdi deb. Hozir dog'im yo'q. Yo'q ekan, topolmayman. Qanaqa yuzingiz tip-tiniqda. Qanday imkon bo'lsa ko'rsatsak ekan. Hozir ko'rishmayapti bular.